Javobki, formada kelishlari shart emas. Keldinglar? Sen nima formada kelding? Men kecha kasalligimdan eshitmay qolman. Qani spravkang? Jet formamni kiyib olaymi? Bol tezlash. Men daraxtlarni oqlayman. Men suv sepaman. Men ko'p o'ynayman. O'ynataman men sizlarni hozir. Hammaga aytirgan ish qildi. Futbolga, kompyuterxonaga qochib ketganingni ko'rmay, Shahboz Kirsen qizlarga partan ko'tardi. Men ham yordam bering, bir o'zi ko'tarilmaydi. Men o'zim zo'r ko'taraman, bu daraxtni oqla. Sen sodani kam olib kelibsan-ku? Sen ham olib kelmadingmi? Men shakar olib keldim doskani artishga. Madina ana bu shay plus men loveni o'chirmagin. Bore. Ko'tar partan. Nima qilgansizlar? Ko'sh qatarib yopishtirganmisizlar, sigirlar. Kim chaynagan buncha ustoz men bilmayman. Tozalat tez. 2 3 4. Sani joying 1 2 3 4 men joyim bo'l bos. Ey! Men boshlan. Shu joy tezroq bo'lsa uyga ketasizlar. Ustoz bilan tagidan zvachka olib bo'lmayapti. O'zlaring chanab yopishtirgansizlar, tozalat. Ustoz doskaga latta tikib keldi. Aylanib ketdi. Achal qizim, chachay qizim, achal bir boncha achal. O'rganinglar meni. Ustoz, biz ishimiz tugatdik. Borlaring bo'ladi. Alijonova, mana bu ikkita o'quvchini berib turing. Bor, ustozga yordam berlaring. Ketsa ketam dedik. Madina o'qish tugatdik, mana endi qayerga topshirasan? Men UBS universitetiga topshiraman. UBSga? Universitetda o'qib, ikkita diplom olishim mumkin. Ham UBSnikini, ham Koreya universitetinikini. Keyin chet elda ham, o'zimizda ham ishlashim mumkin bo'ladi. Mana bu ishga topshiraman. Shahboz, Ha, ketdik 15 minut 15 minut kontrakt tashlab kelamiz. ustoz qanday? Ularga o'qituvchilar xonasida majlis bo'lyapti. Men senga kompyuterxonaga kelma deganmidan. Ana bo'lmasam. Ketma, qayerda? Assalomu alaykum ustoz. Yoshlik sana o'ylamagan